AQSh poytaxtida keskin hodisa. Trampga suiqasd uyushtirildi. Prezident otishmadan keyin bayonot berdi. Netanyahu sulhga tupurdi. Armiyaga va hujumlarni qayta boshlashga buyruq berdi. Istanbulda Turkiyadagi eng yirik maxfiy qurol ombori topildi. AQSh, Xitoy va Rossiya endi Yevropaga qarshi turibdi. Makron. Tashrif davlat to'ntarishiga urinish tashkil qilgan deputat. Rossiya bilan Ozarbayjonda muzokara o'tkazishga tayyormiz. Zelenskiy. Sedanachi kompaniyasidan erkaklar uchun maxsus mahsulot. Prostamix erkaklar salomatligi uchun tabiiy yechim. Agar sizni prostata shamollashi, ichki diskomfort yoki turli noqulayliklar bezovta qilsa, unda Prostamix aynan siz uchun. Prostamix prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi va jinsiy zaiflik kabi muammolardan butunlay qutulishga yordam beradi. Eng muhimi, natijasini birinchi haftadayoq sezasiz. Batafsil ma'lumot olish uchun 55lik kodi bilan 503 2200 raqamlariga sim qoqing. AQSh poytaxtida keskin hodisa. Trampga suiqasd uyushtirildi. Prezident otishmadan keyin bayonot berdi. AQSh poytaxtida joylashgan Washington Hilton mehmonxonasida prezident Donald Trump ishtirok etayotgan tadbir vaqtida qurolli hodisa yuz berdi. Shu sababli prezident va tadbir ishtirokchilari evakuatsiya qilindi. Voqea 25-aprel kuni Oq uy muxbirlari assotsiatsiyasining an'anaviy kechki ovqat marosimi vaqtida sodir bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, noma'lum erkak mehmonxona ichida o'q uzgan. Xavfsizlik kuchlari banket zalini o'rab olgan. U yerda 100 dan ortiq odam Trampning nutqini kutayotgan edi. Guvohlar 5-8 marotaba o'q ovozi eshitilganini aytgan. Hujumchi zalga kira olmagan. Hodisa mehmonxonaning boshqa qismida yuz bergan. Tadbirda Trampdan tashqari birinchi xonim Melania Trump, vitse-prezident JD Vance, mudofaa vaziri Pete Hegseth va davlat kotibi Marco Rubio ham ishtirok etgan. Ularning barchasi, shuningdek jurnalistlar, xavfsiz joyga olib chiqilgan. Dastlab hodisa oqibatida jabrlanganlar haqida ma'lumot berilmagan. Keyinroq Oq uy ma'lumotiga ko'ra, AQSh maxfiy xizmati gumonlanuvchini qo'lga olgan. Trump Truth Social'dagi sahifasida hujumchi qo'lga olinganini tasdiqlab, xavfsizlik xizmatlari tezkor va jasorat bilan harakat qilganini ta'kidlagan. Uning aytishicha, hujumchi bir necha qurol bilan kelgan va otishma vaqtida maxfiy xizmat xodimlaridan biriga o'q tekkan. Biroq u bronjilet tufayli omon qolgan. Ma'lumotlarga ko'ra, hujumni sodir etgan shaxs 31 yoshli Cole Thomas Allen bo'lib, u Kaliforniya shtatining Torrance shahrida yashaydi. Biroq bu ma'lumot hozircha rasmiy huquq-tartibot idoralari tomonidan tasdiqlanmagan. Tergov davom etmoqda. Guvohlarning aytishicha, zal ichida birdaniga baland ovozlar yangragan va odamlar o'q ovozlari eshitilganini bildirgan. Turli bahonalarga ko'ra, 3-4 tadan 5-8 tagacha o'q uzilgan bo'lishi mumkin. Shundan so'ng mehmonlar o'zlarini himoya qilish uchun stol ostiga yashiringan. AQSh prezidenti Donald Trump Washingtondagi otishma hodisasidan so'ng Oq uyda brifing o'tkazib, voqea tafsilotlarini ma'lum qildi. Uning aytishicha, hujumchi o'zi bilan bir nechta qurol olib kelgan va uning asosiy nishoni prezidentning o'zi bo'lishi ham mumkin. Trampning ta'kidlashicha, AQSh maxfiy xizmati xodimlari tezkor va jasorat bilan harakat qilib, hujumchini zararsizlantirgan. U xavfsizlik xodimlarini yuqori professional darajasi uchun alohida maqtagan. Prezidentning so'zlariga ko'ra, hodisa vaqtida maxfiy xizmat xodimlaridan biri yaralangan. U yaqin masofadan kuchli quroldan o'q yegan, biroq bronjilet uni saqlab qolgan. Trump jarohatlangan xodim bilan suhbatlashganini va uning holati yaxshi ekanini bildirgan. Shuningdek, prezident gumonlanuvchi qo'lga olinganini ma'lum qilgan. Hozirda huquq-tartibot organlari uning uyida tintuv o'tkazish va boshqa tergov harakatlariga tayyorgarlik ko'rmoqda. Trampning aytishicha, gumonlanuvchiga nisbatan otishma, noqonuniy qurol saqlash va boshqa moddalar bo'yicha bir nechta ayblovlar qo'yilishi kutilmoqda. Netanyahu sulhga tupurdi. Armiyaga hujumlarni qayta boshlashga buyruq berildi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu 3 haftaga uzaytirilgan sulh bitimidan atigi 2 kun o'tib, armiyaga Livandagi Hizbulloh nishonlariga shiddatli hujum qilishni buyurdi. Bunga Hizbulloh tomonidan o't ochishni to'xtatish rejimining buzilishi sabab bo'lgani aytilmoqda. Guruh Isroil shimoliga va Livan janubida joylashgan Isroil bo'linmalariga raketa va dronlar uchirgani ma'lum qilingan. Netanyahuning ko'rsatmasi ortidan 25-aprel kuni Isroil armiyasi yangi zarbalar yo'llagan. Mazkur hujumlar oqibatida jami 6 kishi halok bo'lgan. Jumladan Nabatiya shahrida yuk mashinasi va mototsiklga berilgan zarbalarda 4 kishi qurbon bo'ldi. Bint Jubal shahrida esa 2 kishi halok bo'lgan, 17 kishi turli darajadagi jarohatlar olgan. Isroil harbiylari hujumlarda qurol-yarog' ortilgan transportni boshqarayotgan Hizbullohning 3 nafar a'zosi va bir mototsiklchini yo'q qilganini ta'kidladi.
Shuningdek, Litaniya daryosi atrofida Hizbullohning yana 2 nafar a'zosi o'ldirilganini ma'lum qildi. Bu shaxslar Livan janubida amaliyot o'tkazayotgan isroillik askarlarga bevosita tahdid solgani qayd etilgan. Bundan tashqari, Isroil tomoni Malkiya hududida shubhali havo nishoni aniqlanganini ma'lum qilib, buni o't ochishni to'xtatish rejimining navbatdagi buzilishi deb baholadi. Hizbulloh guruhi Nabatiyadagi hujumlarga javoban Livan janubidagi Isroil armiyasi texnikasini nishonga olganini bildirdi. Bu kabi to'qnashuvlar AQSh prezidenti Donald Tramp 23-aprel kuni e'lon qilgan 3 haftalik sulh amalda ishlamayotganini ko'rsatmoqda. Hozirgi vaqtda Isroil Livan janubining salmoqli qismini ishg'ol ostida ushlab turibdi. U yerda keng ko'lamli vayronagarchiliklarni davom ettirmoqda. Istanbulda Turkiyadagi eng yirik maxfiy qurol ombori topildi. Istanbul shahrining Pendik tumanida maxfiy suv rezervuarida noqonuniy qurol ishlab chiqarishda foydalaniladigan minglab qismlar aniqlandi. Ma'lum qilinishicha, politsiya tomonidan dron yordamida olib borilgan kuzatuvlar davomida yer ostiga yashirilgan suv rezervuari aniqlangan. Tintuv chog'ida ombordan ruxsatsiz to'pponcha ishlab chiqarishda ishlatiladigan 3092 ta detal, 1869 ta zatvor, ya'ni qurol ichida o'qni joylash, otish va chiqarish jarayonini boshqaradigan mexanizm, shuningdek turli xil boshqa qurol qismlari musodara qilindi. Operatsiya doirasida 4 nafar gumondor qo'lga olindi. Ichki ishlar boshqarmasi bayonotida qayd etilishicha, mazkur operatsiya natijasida Turkiya bo'yicha hozirgacha bir marta qo'lga kiritilgan eng katta hajmdagi qurol ishlab chiqarish qismlaridan biri aniqlangan. AQSh, Xitoy va Rossiya endi Yevropaga qarshi turibdi. Makron. Fransiya prezidenti Emmanuel Makron Yevropa davlatlarini o'z manfaatlarini qat'iyroq himoya qilishga va faolroq siyosat yuritishga chaqirdi. Fransiya yetakchisi hozirgi geosiyosiy vaziyatda AQSh, Xitoy va Rossiya Yevropaga nisbatan murakkab pozitsiyada turganini bildirdi. Qayd etilishicha, Makron bu bayonotni Afina shahrida Gretsiya bosh vaziri Kriakos bilan o'tkazilgan muhokama chog'ida bildirgan. Unga ko'ra, hozirgi vaziyat Yevropa uchun uyg'onish pallasidir. AQSh, Rossiya va Xitoy rahbarlari Yevropaga nisbatan qarshi pozitsiyada turibdi. Shu bois Yevropa o'z siyosatini qayta ko'rib chiqishi zarur, deydi u. Makron Yevropa davlatlarini o'ziga ishonchni oshirish va mustaqil siyosiy kun tartibini shakllantirishga chaqirdi. Uning fikricha, AQSh bilan munosabatlardagi taranglik hatto Donald Tramp prezidentlik muddati yakunlangandan keyin ham saqlanib qoladi. Bu vaqtinchalik emas, balki uzoq muddatli tendensiya. Ayrim yo'nalishlarda hamkorlik davom etishi mumkin, biroq umumiy yondashuv o'zgarmaydi, deydi Makron. Fransiya prezidenti Trampning birinchi muddati Yevropada vaqtinchalik holat sifatida qabul qilinganini, biroq hozir bu qarash o'zgarganini qayd etdi. Uning so'zlariga ko'ra, Yevropa davlatlari endi birlashib, o'z manfaatlarini faol himoya qilishi zarur. Tashiyev davlat to'ntarishiga urinish tashkil qilgan deputat. Qirg'iziston Jo'qorg'i Kengashi deputati, Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi sobiq rahbari Qamchibek Tashiyev davlat to'ntarishiga urinish tashkil etgani uchun lavozimidan ozod etilganini ma'lum qildi. Bu haqda u Vaqt ko'rsatdi loyihasida bergan intervyusida so'z ochdi. Deputatning so'zlariga ko'ra, Qamchibek Tashiyevning hamon ozodlikda ekani prezidentning oliy himmatligi ifodasidir. Prezident bag'rikeng inson, ehtimoli uning Tashiyevga rahmi kelayotgandir, chunki u uning do'sti. Aniq bilmayman, lekin hozir prezidentga juda qiyin, chunki uning eski do'sti uni lavozimidan chetlatishga urindi. Ehtimol aynan shu narsa Tashiyevning ishdan bo'shatilishiga asosiy sabab bo'lgandir, deydi Elvira Surabaldayeva. Uning ma'lumotiga ko'ra, bu voqealarga tayyorgarlik uzoq vaqt davomida olib borilgan. Hozirda tergov harakatlari ketmoqda. Figurantlarning bir qismi hibsga olingan yoki tergov ostida qolmoqda. Rossiya bilan Ozarbayjonda muzokara o'tkazishga tayyormiz, Zelenskiy. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Moskva rozi bo'lsa, Rossiya bilan muzokaralarning navbatdagi bosqichini Ozarbayjonda o'tkazishga tayyor ekanini bildirdi. Bu haqda u 25-aprel kuni Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan uchrashuvdan so'ng matbuotga qilgan chiqishida so'z yuritdi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Ukraina 3 tomonlama muzokaralar formatini tiklashga tayyor. Biz Ozarbayjon prezidentiga 3 tomonlama muzokaralarga tayyor ekanimizni bildirdik. Bunday uchrashuvlar avval Turkiyada, keyin esa Shveysariyada amerikalik hamkorlar ishtirokida o'tkazilgan. Albatta, agar Rossiya diplomatiyaga tayyor bo'lsa, yaqin kelajakda bunday muzokaralarni Ozarbayjonda o'tkazishimiz mumkin, degan u. Zelenskiy Aliyev bilan uchrashuv davomida 6 ta kelishuvni imzolagan. Tafsilotlar keyinroq albatta e'lon qilinadi. Kelishuvlar turli yo'nalishlarni qamrab oladi. Bugungi siyosiy yo'nalish esa xavfsizlik, xususan mudofaa, sanoat kompleksi, deydi Zelenskiy. Ukraina bo'yicha 3 tomonlama avvalgi uchrashuv joriy yilning 17-18 fevral kunlari Jenevada bo'lib o'tgandi. Mart o'rtalarida Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Ukraina bilan muzokaralar ba'zi sabablar tufayli, ya'ni AQShning yaqin sharqdagi harbiy harakatlarini nazarda tutgan holda to'xtatib turganini aytgandi.
Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha mana shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang. Salomat bo'ling.